Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizning reyslarimiz Toshkentdan Moskvaga yoshyapti. Rahmatulloh, nima gaplar? Nima bo'lyapti? Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana xudo xolasa Toshkent avtovokzalida Moskva shahriga avtovokzalga reyslarni amalga oshirishni boshladik. Kimdan keyin Toshkentdan, O'zbekistondan, Rossiyaning Moskva shaharlariga, bundan tashqari Ufa, Perm, Nijnekamskiy, Nijniy Novgorod shaharlariga, Kazan shaharlariga tashuvchilar reyslarimiz muntazam ravishda qo'yildi. Reyslar sizlarga xizmatlarda avtobus keladi, Tuz avtotrans avtobuslari, bundan tashqari rossiyskiy nomerdagi avtobuslarimiz ham sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Reyslar dushanba, payshanba to'g'ridan-to'g'ri Moskva shahriga fevral oyining oxiridan Sankt-Peterburgga to'g'ridan-to'g'ri dushanba hamda juma kunlari reyslarni amalga oshirilyapmiz. Yana qo'shimcha reys chorshanba hamda shanba kunlari pryamoy rossiyskiy nomerdagi avtobuslar avtovokzaldan qo'yishni boshlaymiz. O'joylar band qilishlari mumkin. So'mkalar har bir yo'lovchiga bittadan so'mka beriladi. Bemalol kelib o'joylar band qilib, ishonchli nomerlar ekranda. Rossiya va O'zbekiston nomerlari xizmatida ofitsialniy переводchilar sizlarning xizmatingizda. Alloh